Hadeb medoviy qovuramizmi? Kelinglar bugun prichuda pishiraylik. Ayniqsa sharlot kremlari bilan zo'r uyg'unlashadi. Bismillah deb kremimizni tayyorlashdan boshlab olamiz. Tuxum bilan shakarni solib, nomiga vinchikda aralashtirib, ketidan sut bilan unni solamiz. Aralashtirib gazga qo'yamiz. Quyuq massa bo'lguncha aralashtirib turamiz. Tega olib ketish kerak emas. Yaxshilab aralashtirasizlar, sovitishga qo'yamiz. Endi xamirimizni boshlaymiz. Tuxum, shakar, kakaoni elab solamiz. Aralashtirib, asal solib, yana aralashtirib gazga qo'yamiz. Birpas aralashtirganimizdan keyin margarinni solib massa qilib olamiz. Gazdan olib, chaynak soda bilan razrixlитель solamiz, sovitishga qo'yamiz. Soviydi unni elab solamiz. Nomiga vanilin solib, shunaqa holatga keltirib olamiz. Qo'limizni yaxshilab unlab 6 bo'lakga bo'lib olamiz xamirimizni unlab yoyib, vilka urib, duxovkaga yuboramiz. 5-6 minutda pishib chiqadi har bittasi. Yumshagan sariyog'imizni oppoq qilib mikser qilib olamiz. Boshida tayyorlagan kremimizdan bitta osh qoshiqdan solib, yaxshilab krem tayyorlab olamiz. Oxirida 200-300 gram moloko sovoramiz. Kremimizni ham 6 ga bo'lib, har bir korjimizga surib chiqamiz. Kremlarni surib olganimizdan keyin birpas muzxonaga qo'yamiz. Shokoladni ganash tayyorlab, ustidan quyib olamiz. Tekislab olamiz hamma joyini. Pishirganlarimiz ibodatimizga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin.